Assalomu alaykum, Sinchi Motorsning hurmatli obunachilari. Bugungi obzorimizda katta bolalarni qora bayri bo'lgan Honda Cryder avtomobili haqida bo'lib o'tadi. Bu avtomobilning old ko'rinishiga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham chiroyli va ideal qilib ishlangan va nikellardan ham foydalanilgan. Hurmatli obunachilar, old faralariga keladigan bo'lsak, bu dizayni juda ham derskiy qilib ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizning shinalariga e'tibor beradigan bo'lsak, yaponskiy brend Yokohama 16 lik diska Kovunli quyma diska hisoblanadi. Tormozning kolodkalari esa bitta perforированный. Ikkala orqasiga keladigan bo'lsak, juda derskiy ishlangan. Bu restyling bo'lgani uchun spoiler qo'shilgan. Bu spoiler sportивный vid beradi. Bu avtomobilimizning orqa bagajnikiga keladigan bo'lsak, orqa bagajnik hajmi 561 litrni tashkil qiladi. Hamda takja ichkaridan qarab ko'radigan bo'lsak, bizda takja zapaska ham o'rnatilgan. Buni o'rniga propan ham qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Avtomobil haqida ko'pchilik bilmagan fishkasi haqida mana aytib o'tamiz sizga. Agarda mobodo kalit orqa bagajda qoladigan bo'lsa, bu bagajnik yopilmaydi. Bu avtomobilimizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, juda ham keng qilib ishlab chiqarilgan. Hamda bu yerda подлокотник, также bitta подстаканник hamda qo'shimcha stol vazifasini bajaradigan otsek ham qo'shilgan. Qulaylik va zamonaviy texnologiyalar. 8 dyumli sensorli ekran, 4 ta dinamik USB portlar, old va orqada, elektr boshqaruv va istaladigan tashqi oynalar. Korobka передаcha variatorning. Avtomobilimiz haqida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz